بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. Alloh azza va jalla barchalarimizni o'zining muborak bo'lgan oylariga guvoh qilganligi uchun unga u zotga cheksiz hamd va sanolarni aytamiz. Chunki Nabiy sollallohu alayhi va sallam o'zining muborak hadislarida kim Alloh azza va jallaga bergan ne'matiga agar shukr keltiradigan bo'lsa, Alloh taolo uning ne'matini ziyoda qilib beradi dedilar. Nabiy sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyining fazilatlari haqida bir qancha hadislarni aytdi. Bugun mana shu hadislarning ba'zilari bilan tanishib, sizlar bilan suhbatlashamiz. Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man soma Ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kim Ramazon ro'zasini iymon bilan va ihtisaban va Alloh azza va jalladan ajr mukofot xohlagan, umid qilgan holatda tutgan bo'lsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Bu insonda avvalgi qilgan barcha gunohlari o'sha ishiga, bu amaliga kafforat bo'ladi dedi. Ikkinchi hadis, Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man qama Ramazona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kim Ramazon ro'zasini qiyom bilan, tungi ibodat bilan agar o'tkazadigan bo'lsa, bedorlikda o'tkazadigan bo'lsa, bu insonning avvalgi qilgan gunohlari unga kafforat bo'ladi. Uchinchi hadis, Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Qaysi bir inson Ramazon oyining har bir kecha va kunini Laylatul Qadr tuniga yetishlik maqsadida iymon va Alloh azza va jalladan ajr mukofot umid qilgan holatda o'tkazsa va bu inson bu Ramazonning tunlarida eng muqaddas, eng muborak bo'lgan tunda Qadr tuniga guvoh bo'lgan bo'lsa va Qadr kunini tong vaqtiga davr Alloh azza va jallaga bo'lgan qullikda, bedorlikda o'tkazgan bo'lsa, bu insonni ham qilgan gunohlari unga kafforat bo'ladi dedi. Ulamolar mana shu 3 ta hadisdan eng buyuk bo'lgan qoidani oldi. Aytdilarki, ro'zador bo'lgan inson Ramazon oyida 3 ta amalga qattiq e'tibor berib jiddiy bo'lishligi kerak. Birinchisi, ro'za vaqtidagi ro'za tutishligi. Tungi vaqtida ro'zador bo'lishligi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam ro'za tutsalar dedi. Ikkinchisi, tunlardagi ibodatlarda qoyim bo'lishligi. Va uchinchi amal bu Qadr tunini topib, shu Qadr tunida iymon va ihtisob bilan ibodatda bedorlik o'tkazishlik. Ulamolar aytdilarki, mana shu 3 ta amal ro'zadorni Ramazon oyida butun gunohlari mag'firat bo'lishligi uchun eng asosiy bo'lgan shartlardan biridir dedi. Alloh azza va jalladan so'rab qolamiz, mana shu 3 ta amal barchamizni hayotimizda ko'rinib, Alloh azza va jalla bizlarni barcha gunohlarimiz uchun kafforat qilishligini so'rab qolamiz. Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadisda aytdilarki: "Vallazi nafsi biyadi." Meni nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytaman. La halufu aw la khalufu fami soimi atyabu indallohi min rihil misk. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki: "La khalufu fami soim." Ro'zadorning og'zidan kelib turgan hid Alloh azza va jallaning huzurida miskning hididan ham xushbo'yroqdir dedi. Bu hadisni sharhiga Ibn Battol mufassirlardan, bu kishi andaluslik bo'lgan, muhaddis olimlardan bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahullohni Sahih al-Buxoriy kitobiga birinchi sharh yozgan olimlardan bo'lgan. Bu kishini hattoki ulamolar aytadiki, Rasulullohga bergan, Rasulullohning har bitta hadisiga juda tadqiq, juda daqiq va nozik joylarini
bizlar uchun yetkazgan muhaddis, olim degan nomi bilan mashhur. Ibn Battal rahimahulloh aytadi: "Ya'ni taghayyuru raihatihi fi axirin nahar." Rasulullohning bu gapidan maqsad ro'zadorni og'zidan kelib turgan hid sharti shu ro'za tutgan kunining oxirgi qismida kelib turgan hid bo'lish kerak. Birinchi sharti mana shu. Chunki li'annal fam, chunki og'iz deydilar. Yataghayyaru bi tarki ta'am. Ovqat yemay qo'yishligi bilan undagi og'izning ichidagi hidlar o'zgarib ketadi. Mana shu vaqtdagi insonlar undan qochadigan hid, garchi insonlar qochsa ham Alloh azza va jallaning huzuridagi mana shu hid eng suyukli bo'lgan hid, xushbo'y bo'lgan hidlardan bo'ladi. Chunki bu hid samaratu ibada soliha. Bu mana shu insonni qilgan solih ibodatining samarasidir. Qiyomat kunida Alloh azza va jalla bu insonning og'zidagi hidni, shu dunyoda kelib turgan hidini oxiratda misk hididan ham xushbo'yroq bo'lgan hidga almashtirib qo'yadi dedi. Demak, qiyomat kunida Alloh azza va jalla ro'zadorlarning og'izlarini xushbo'y hid bilan aylantirib qo'yar ekan. Ular og'izlaridan xushbo'y hidlar kelib turar ekan. Bu o'zi og'iz yopilganda emas. Og'iz ochiq bo'lganda ham og'zidan toza tutishlikka imkoniyat bo'lib turib, hidi kelib turadiganlar bu hadisga kirmaydi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadisda ro'za tutdi va ro'zasining kunidagi oxirgi vaqtlarida kelib turgan hid dedi. Shunday. Yoki bo'lmasam yegan ovqatiga bir hafta bo'lgan tishini orasida qoldig'ini saqlab hidlatib yurgan odamlar bu hadisning ostiga kirmaydi. Chunki aslida og'izi ochiq bo'lib turgan vaqtda hid kelmagan og'iz bo'lishi kerak. Bu hid og'iz yopilgandan keyin kelgan karih yoki insonga noxush bo'lgan hid bo'lishligi shartdir. Endi og'zini shaytonni olati bo'lgan popiris bilan ochib, mana shu popiris bilan eng oxirgi qo'liga ushagani, og'zini bekitishdan oldin eng oxirgi qo'liga ushagani popiris bo'lganlarchi? Bularni biz mana shu hadisning ostiga kiradi deb ayta olamizmi? Ibn Battal rahimahulloh bizga buni yoriq, ochiq qilib aytdi. Garchi ular bu qilayotgan ishlarini ming uzrlar bilan qilgan bo'lsalar ham aslida bu dinda harom bo'lgan ish. Agar bular mana shu qo'lidagi ushlab olgan popirislari garchi qulpunoy yoki boshqa bir mevalarni ta'mi keladigan hidlarni taratuvchi bo'lsa ham islom dinida asl bu harom bo'lgan amal. Aziz birodarlar, kashanda bo'lgan aka-ukalar, biz sizlarni yana bu o'rinda zikr qilishligimiz bejizga emas. Nabiy sollallohu alayhi va sallam agar og'zingni to'g'rilamasang, hozir haromni tiyib, qiyomat kunida miskdan bo'lgan xushbo'yroq hiddan mahrum bo'lasan dedi. Bu Ramazon oyida harom bo'lgan ishlarni tark qilishlik kerak bo'lgan oyda, harom mana shunday ma'siyat bo'lgan odatlarni tark qilishlik fursat bo'lgan oyda shunday gunohlarni tark qilmasak, ularni tashlamasak, tavba qilib Allohga qaytmasak, qachon va qaysi fursat bizni kutib turibdi? Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan hadis, bu hadis Imom Ahmadda keladi. Talha ibn Ubaydulloh biz uchun bu hadisni zikr qilib shunday deydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldiga ikkita kishi keldi. Ikki kishi bir vaqtda islomni qabul qildi. Birinchisi shahid bo'ldi, o'tib ketdi. Ikkinchisi bir yildan keyin vafot etdi. So'ngra bularni bir yil kechki vafot etgani jannatga birinchi kirganligi xabari sahobalarga tarqadi.
Shunda barcha sahobalar hayron bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga yig'ilishganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularga min ayyi zalika ta'jabun, sizlar buni nimasidan ajablanasizlar, qaysi joydan ajablanasizlar? Qalu ya Rasululloh, bu birinchisi ibodatda mustahkam edi, astoydil edi, shahid bo'lib o'tdi jang maydonida. Ikkinchisi 1 yildan keyin vafot etyapti. Lekin ikkinchisi jannatga birinchi qadam bosyapti deganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bu ikkinchi keyin vafot etgani 1 yil birinchi vafot etgandan ko'ra ko'proq Ramazonga guvoh bo'ldimi dedi. Sahobalar ha dedi. Ha, demak 1 yil bu ko'proq ibodat qildi. 1 yil ko'proq ruku sajda qildi. Ramazonda 1 yil undan ko'ra oshiqcha bo'lgan ibodatlar, oshiqcha bo'lgan ro'zalar, oshiqcha bo'lgan infoq ihsonlar bilan Alloh taoloning oldiga yetib bordi. Shuning uchun uning qadami birinchi jannatga qo'yildi dedilar. Aziz birodarlar, biz Ramazonga qancha guvoh bo'lsak, har guvoh bo'lganimizda Alloh azza va jallaga qancha ibodat bilan yaqinlik qiladigan bo'lsak, ibodatni xolis Alloh uchun qilib, gunoh ma'siyatdan tiyilib, infoq ihsonda va ro'zada astoydil bo'ladigan, farz namozlarida astoydil bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsak, qiyomat kunida eng birinchi jannatga qadami bosiladigan ummatlarga aylanar ekanmiz. Alloh azza va jalla barchalarimizni mana shunday ummatlardan qilsin. Ramazon ro'zasining ajrini, hasanotini yeb tashlaydigan, Ramazonni o'g'risi bo'lgan, shunday bu ummatni, mana shu jamiyatni eng katta illati bo'lib hisoblangan gunoh bu til ofati. Likulli maqomin maqol deydi arablar. Har bitta o'rinda gapirishligi kerak bo'lgan so'zlar bo'ladi. Mana shu o'rinda aziz birodarlar, biz mana shu so'zlarni aytib fursatdan foydalanamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bu hadisni Oysha onamiz rivoyat qiladi. Kunlarning birida yahudiylardan bo'lgan bir to'da olomon kirib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kirib kelishi bilan assalomu alayka ya Abul Qosim dedi. Assalomu alayka ya Abul Qosim, va Abul Qosim senga o'lim bo'lsin dedi. Shunda Oysha onamiz buni eshitib turgan edi. Darrov ziyrakligi uchun buni tushundida bularga yetarli bo'lgan javobni qaytardi. Yetarli bo'lgan javobni qaytarib turgan vaqtida bal alaykumus sam va zam, balki sizlarga o'lim bo'lsin, sizlarga mazammat bo'lsin degan so'zni gapirmoqchi bo'lib gapirib turgan vaqtida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning yuzidagi g'azabni ko'rdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan nusratni yuzida ko'rdi va Oysha roziyallohu anhoga payg'ambarimiz mah ya Aysha, to'xting ya Oysha dedi. Mana shunda to'xtatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni yahudlar so'kilishiga ham, la'natlanishligi ham haqli bo'lsa ham, qarg'ish eshitishlariga haqli bo'lsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni og'zini to'xtatdi. Mah ya Aysha, to'xting ey Oysha dedi. Nima uchun? Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la takunu fahisha. Boshqa bir hadisda innalloha la yuhibbu al-fuhsha va at-tafahhush. Ey Oysha, to'xtang dedi. Alloh azza va jalla fahsh so'zlarni va fahsh ishlarni yomon ko'radi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni so'kishligi to'g'ri bo'lib turgan o'rinda qaytardilar. O'zi yahudlar shu so'kishlarga haqli edi. Lekin ming afsus, hozirgi bizning vaqtimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bizni majlislarimizga ishtirok qilib qolsa, biz o'tirgan suhbatlarimizda guvoh bo'ladigan bo'lsa, bir-birlarimizni so'kishlarimizni, bir-birlarimizni hayvonning nomlari bilan chaqirishlarimizı, bir-birlarimizni insonning avratidagi
nomlar bilan chaqirishliklarimizni agar eshitgan bo'lsa, nima degan javobni bergan bo'lar edi? Nabiy sollallohu alayhi va sallam Imom Ahmadda kelgan hadis. Kunlarning birida sahobalardan birini xo'rozni so'kayotganligini eshitib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga guvoh bo'lib, la tasubbudik, xo'rozni nima uchun so'kasizlar? U sizlarni namozga chaqiradi dedi. Alloh azza va jalla hayvonlarni insonning foydasi uchun yaratgan ekan. Nafaqat o'zlarini, balki ularni tovushlarini ham ularga, insonlarga foyda qilib yaratgan ekan. Ve ba'zi tovushlardan musulmonlar ibodatga shoshilar ekan. Ba'zi hayvonlarning tovushlaridan musulmonlar iblis alayhi la'naning Alloh taoloning panohiga qochar ekan. Iblis alayhi la'nadan. Qarang, Nabiy sollallohu alayhi va sallam oddiy hayvon bo'lgan maxluqni so'kib turgan sahobiyni qaytardi. So'kmanglar dedi. Biz hayvon emas, biz xonadonimizda, uylarimizda tili chiqmagan farzandlarimiz so'kish bilan tili chiqyapti. Hatto birinchi tili chiqqan so'zi so'kish bo'ladigan bo'lsa, u ota xursand bo'ladi. Shu oila davrasida yig'ib olib maqtanadi. Shu darajaga keldi. Hammani yig'ib, qani opasini so'yib qo'yinchi, qani akasini so'yib qo'ysinchi, enasini so'yib qo'ysinchi deb shu darajaga yetdi. Keyin shu farzand katta bo'lgandan keyin ursam ham, so'ksam ham gapimga kirmayapti deb shikoyat qilib kelyapti. Tili so'kish bilan chiqqan bola tarbiyasi shu bo'lsa, katta bo'lganda nima bo'ladi? Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sabbaban laysa kan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam lam yakuni nabiy sollallohu alayhi va sallam sabbaban wala fahashan wala la'anan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam biron marta bizni so'kmagan. Biron marta bizni uyat so'zlar bilan so'zlamagan. Biron marta bizni qarg'amagan dedi. Agar kar yaqulu li ahadina indal ma'tabati, agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizlarni ranjitib qo'ygan ishlarni biz qilganligimizni ko'rsa, eng qattiq biz uchun gapirgan so'zi malahu tariba jabinu. Yiqilib peshonasi sajdaga tekib, sajdaga tekkanda peshonasi turpoqqa bulangur, nima bo'ldi degan gapni gapirgan. Eng og'ir gapi mana shu bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda aytadilarki, sibabul muslimi fusuqun, musulmonni so'kishligi bu uning fosiqligidir. Va qitaluhu kufrun, uni nohaq qatl qilishligi esa bu kufrdir dedilar. Boshqa bir hadisda la'nul mu'mini kaqatli, qaysi bir inson bir mu'minni agar qarg'asa, nohaq qarg'aydigan bo'lsa, nohaq la'nat aytadigan bo'lsa, bu inson uni qatl qilgani bilan baravar dedi. Ya'ni bu hadisning ma'nosi, qiyomat kunida qaysi bir odam bir insonni nohaq qarg'aydigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh azza va jalla bu insonning yelkasiga uni nohaq qatl qildi degan gunohni yelkasiga yuklaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilariga sahobalar ikkita ayolni masalasini so'rab kelishdi. Mana shu joyda aytadimizki, oiladagi mu'mina bo'lgan ayollar, muslima bo'lgan, islomni iddao qilgan ayollar qo'l ostidagi farzandlarini so'kishligi bu mumkin emas. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelib sahobalar aytdi: "Ya Rasululloh, bir ayol bor dedi. Tasumun nahar va taqumul layl." Kunduzi ro'zador. Tunda taqumul layl, tunda qoyim, ibodatda qoyim. Tahajjud bilan, ibodat bilan bedorlikda o'tkazadi. Va tatasaddaqu alal fuqara'i wal masakin, va miskinlarga infoq ihsonlarni qiladi. Va ta'malul khayrat,
va butun islom dinidagi yaxshilik amallarini bajaradi. Kimda shunaqa amal bor o'zi aslida? Qaysi mu'mina bo'lgan ayolda? Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahobalar lekin dedi, bu ayolda bitta aybi bor dedi. Bitta aybi bor, u ham bo'lsa qo'shnilariga tili bilan ozor berib qo'yadi dedi. Qo'shlarini so'kadi. Qo'shlarni fahsh so'zlar bilan so'kadi. Ularni qarg'aydi. Mana shunaqa odati bor. Uni hukmi nima bo'ldi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, la xayra fiha. Bu ayolda yaxshilik yo'q dedi. Shuncha amali, ro'zasi, tunda qiyomul layllari, infoq ihsonlari, islom dinidagi barcha xayriyatlik amallari bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tili, bu insonning tili tiyilmaganligi uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu ayol dedi, la xayra fiha. Bu ayolda hech qanaqa bir yaxshilik yo'q. Hiya min ahlin nar. Bu ayol do'zax ahlidandir dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga sahobalar endi ikkinchi ayolni aytishdi. Ya Rasululloh dedi, yana bir palonchi bir ayol bor dedi. Biz uni taniymiz. Bu ayol 5 mahal namozni o'qiydi, ro'zani Ramazon vaqtida tutib qo'yadi. Infoq ihson qilmaydi. Qilgan infoq ihsoni shu eng katta qilgan infoq ihsoni tatasaddaqu bil aswar. Qurigan sutlarni infoq ihson qiladi. Oshingani mana shu. Qilgan amali shu. Lekin bu odam qo'shnisi bu insonning tilidan ozor chekmaydi deganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hiya min ahlin jannah. Bu ayol jannat ahlidandir dedi. Alloh azza va jalla barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni ajr mukofotini himoya qiladigan odam ummatlardan qilgan bo'lsin. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadilarki, rubba soimin hazzuhu min siyamihi al-ju'u wal-atash. Rubba degani arab tilida bu ko'pincha degan. Ko'pincha ro'zadorlar, ya'ni ro'zadorlarning juda ko'p qismlari ularning tutgan ro'zalaridan olgan ulushlari faqatgina och qolishligi va chanqoq bo'lib qolishligidir dedi. Va rubba qoimin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Va ko'p Ramazon oyidagi tunlarda ibodat qilib qoim bo'lib turganlarning olgan ulushi faqatgina bedorlikdir dedi. Mana shu tutayotgan ro'zalaringiz ajr mukofoti agar o'zingizniki bo'lmoqchi bo'lsa, shuni xohlamoqchi bo'lsangiz, qiyomul layldagi turgan vaqtda ibodatlaringiz ajr mukofoti agar o'zingizniki bo'lmoqchi bo'lsa, shuni istamoqchi bo'lsangiz, tilingizni tiyishligi shart ekan. Oilangizga va farzandlaringizga, yaqin birodarlarga murojaat qilayotgan vaqtda tillarni, demak, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytargan fahsh so'zlar bilan tiyishlik kerak ekan. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda ayyaman ma'dudat dedi. Ramazon oyi bu ayyaman ma'dudat, sanoqli bo'lgan oylardir. Mana bugun biz sizlar bilan uchrashib turgan tarovih kunining nechinchi kuni? 3-kuni. Xuddiki 3 kun har 1 soatdan keyin, balki har yarim soatdan keyin ko'rishayotgan odamlarda turibmiz. Ramazon oy ertaga o'tib ketadi. Kalbarqi al-khatif, ko'zingizni shunday chaqnatib tashlaydigan, ko'zingizni chaqnatib tashlaydigan shunday chaqmoq kabi 30 kun ham o'tib ketadi. Bu Ramazon oyini ibodat bilan, Ramazon oyini infoq ihson bilan, yaxshilik amallar bilan o'tkazishlik barchamizga Alloh taolo o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu